Önce selamünaleyküm əzizli, hürmetli kanallarımız gözətuvchiləri. Əzizli, bugünkü satığa çıxan binamızdır. Acayip bir remont etilgan 100% cihazları bilan satıladi, plus arzon bahada. 3 qavatli bino, ya'ni natural bino, lekin gostivoy dom etib qo'yibdilar. Hozir o'tirib ko'rsangizlar tushunmay etmaysizlar. Sabab dumzo'r, hamma udobstosi bilan birga. Shaharning ham yaxshi joyida, Urganch shahrimizda Devanov kinoteatrining yanında Sharq bozor taraflarida. Qiziqtiradi bo'lsa, moqdi ekranda telefon nomeri qoldiramiz, bemalol telefonlashasizlar, zudlik bilan sotiladi. Sразу adlaringizni taxlab o'tirib beriladi. Bunda ko'chadan girishimiz gostivoy dom deganim, ya'ni bu hozir shunday buzatgan ekanlar o'zlari uchun. Nima desam, o'zi natural, lekin ichi turar ham meri. Sabab bunda zallari, depada 2 spalnalari, içinde sanuzellari, mebellari, совсем удобство deydi. Bor muassasa. Baxasam, yaxshi bahada 3 xonali uylarning bahası desek bo'ladi. Ko'chadan girishda turibmiz. Hayakimiz teylari kafellar etilgan. E'tibor etasizlar, ajoyib zamonaviy stilli kafellarda etilgan. Giraverishimiz ko'chadan. Plus bu tarafa o'tsak, podvali bor. Podval ham bemalol, keng, mustahkam etib qurilgan. Hozir o'zingiz bilan ko'rib chiqamiz. Ko'chadan giraverishimizda mehki uголок mebellari qo'yilib tayyor holatida turibdi. Endi puli bu adam alğandan zötüb özü üçün maslashtirib qo'ygan ekan, lekin buni misol arenda beraman desangiz ham olib turib 5 million so'm ekan aynan. Buna ham e'tibor olasizlar. Bu yandan o'tib kelsak, kartinkalarga e'tibor etasizlar. Chiroyli kartinkalar asilgan, mebellaringiz tayyor holatida, patolog qismlari ham chiroyli tuzatilgan, zamon talabina javob beradigan aytib. O'zgacha stilda, ko'rinishda, dekorativ narsalardan ishlangan har bir narsasi. Undan bani biz o'tib kelsak, kuxnya qismingizda kuxnya tarafı benim уже hamma udobstosi tayyor holatida, mebellari, gaz plitaları, kirish mashinalari, posudomoykalari, xolodilnikgacha tayyordir. Xolodilniklar ham tayyor. Hamma narsasi bor. 100% tayyor holatida desak bo'ladi. Planirovkasini da zali. Hozir birinchi ochib podvalni ko'rsak, yaxshi oxirida podvalni ko'rsatamiz. Kelavanga shu oddiyna devonlama tuqqanlarni qaranglar. Hozirgi zamonaviy stil MDF'dan ishlanib turgan narsa. Endi bambukoy dedilar, bambukdan ishlangan narsa chiroyli ko'rinishda. Litsenziyamiz ham e'tibor etasizlar, огражденияларni shishali xillaridan qo'yilgan. Hozirgi kunda baribir chiroyli ko'rinishda. Har bir narsasi zo'r. Devorlar ham tkanoviy svetdagi, tkanoviy ko'rinishda bo'lgan. Eshiklari sifatli, yaxshi, zamon talabina javob beradigan ishlardan qo'yilgan. Bundan beri o'z o'tib Gostivoy xona, yani zalımız. Balkonları bor, aynalar, katta aynalar qo'yilgan panoramli. Hamma yerda ayna perdani orqalarında radiatorlar eng yaxshilaridan qo'yilgan, qimmatlaridan. Qimmat narsadan foydalanib, ayakimiz tengdagi kafelarga e'tibor etasizlar. Zalımızda o'zine bir alohida to'xtalib o'tamiz. Devor qismlari yangi aytganimdek chiroyli tkanoviy bo'ylangan. Dekorativni etib ishlangan oynalari qo'yilgan, oynalar e'tibor etasizlar, bu oynalarning qo'yilishi sababi xonani keng ko'rsatish uchun qo'yiladi azizlar. Devorda oddiy bir narsa bo'lsam, kartinkalar o'zi ham baribir uyni dizaynini o'zini hissasini qo'shib turibdi. Chetlar ham qo'shilib ishlangan. Mehmonlaringizga kelsangiz o'tirib dam olish uchun ustal kursi mebellar ham tayyor holatida turibdi. Ben qismini o'tib bir ko'rsating. %100% cihazi bilan qaladayizlar. Hammasi tashkil. Televizorning zona, televizorlaringiz tayyor, уже 1.10lik, 43lik. Arkalari karbonli doskadan ishlangan. Chetlarida daraqlari qo'yilib, chiroyli, hozirgi zamon talabina javob beradigan narsalardan foydalanilgan. O'rtada bu yerda yana chiroyli lustra ham qo'yilgan. Xonamizda, zalimizda shkaf mebellar ham tayyor. Endi bu yerda настенный kotyollar uchun ekan, настенный kotyollar o'rnatilgan beri uyingizni qizdirib beruvchi uskunalari. Chiqarishimiz ham chiroyli kartinkalar asolar. O'zgacha stilda, o'zgacha ko'rinishda. Belari biz yana patolog qismlarini yani aytganimdek gostivoy dom degan shu to'ra bor, bana qarab turang. Ayakchilar balalarimiz laminat pollar.
halısına ki taşalğan gördüğünüz girajımıza chiroyli tapa-to'lqacha aynalar qo'yilgan. Bu ham yani keyin ko'rsatish uchun ibaribir bo'lgani foyda. Belarimiz ham tkanoviy aboydan chiqarilgan. Ko'rib turganlaringizdek, ko'chadan kirganimizda doğrumuzda yana sanuzol. Her bir xonani ichida sanuzol bor. Yani 2 spalnya bor tepada. Spalnya mebellarınız tayyor. Ko'rib turganlaringizdek hammasini chiroyli daraqlarini, chetlarini, aynalarni qo'yib, ajoyib bir ishga. Har bir narsasini e'tibor etishga, даже yana rozetkasi bilan включательlarini eng yaxshilaridan qo'yibdilar. Bedem chiroyli kartinkalar qo'yilgan. Xonalar ham kichkina emas, keng, bemalol, plus ichida garderobniy ham bor. Hamda yana shkaf. Mebelingiz tayyor. Her ikkisinden bor. Tayyor holatida. Bu narsani qo'yish uchun ham mebellar ham tayyor. Har bir oynada teyinda yana aytganimdek bunda radiatorlar qo'yilgan. Eng qimmatlaridan plus aynalar plastik ramlardan. Şunu görünüşte de sanuzolumuz. Birimizin 100% faydalanışa tayyor holatında elektronlarinizin chiroyli tayyor holatında rakovinalar qo'yilgan, aynalar nece qo'yilgan, unitazlari asma derecede istilgan. Yanımızda yine duşumuz, kafelerden e'tibor etasizlar. Chiroyli did bilan tanlangan. Dizayn chiroyli ishlangan. Yana o'tsak, ikkinchi spalnyamiz joylashgan. Yurtronlaringizning 2 dona spalnya mebellari, tumbuchkalargacha qo'yilgan. Belimiz ham shu laminat pollar, g'olisanacha tayyor. Devor qismlari ham chiroyli tuzatilgan. Aytganimdek, beyin egasi o'zlari uchun zot qo'ygan ekan, lekin keyinchalik arenda berganlar gününe 5 milyon, oyina 5 milyon so'm ekan. Oyina 5 milyon so'mga berib o'tibdilar. Misol, olib turib siz ham arenda berib qo'yishingiz mumkin yoki o'zingiz uchun foydalanishingiz mumkin. Lekin sizda turar emas, noturar. Endi uni muammosi ham yo'q hozirgi kunda. Bunda yana radiatorlar qo'yilgan. Bedam plus shunday balkonlar bor. Undan tashqari bu yerda şu anda ko'rganlaringizning shkaf mebellari bor. İçinde plus sanuzol. Birimiz yine görünüşüne itibar etince neden chiroyli görünüşte düzeltilgan. 100% bahasını arz edip bahasını videomuzda davomida aytib o'tamiz. Sizlar sizlardan like qo'limizdan kelgancha ko'rsatib berishga, tushuntirib berishga harakat qilib turibmiz. Sanuzolimiz ikkinchi dushoy kabinani qo'yib ko'rib turganlaringizdek. Shuni ko'ring işte. Endi esa xonadonimizni podval qismi bilan tanishib o'tamiz. Sizler podval kısmına düşüp geldik. Görüp turganlaringizdek belendliken belend. Berem remontdan çıkan laminat polat benim muskaya berloga aslamı. Вообще zor. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Su filtrlari suv nasoslarına o'rnatilgan. Aristollar qo'yilgan. Berem 2 joyda radiator qo'yilgan. Yan tarafında birisi, bu yan tarafında 3 joyda ekan. Bunda yana birisi bor. Bino mustahkam qurilgan, ko'rib turganlaringizdek plitalar bilan bositirilgan. Qiziqtiradi bo'lsa bemalol ekranda ko'rsatilgan telefon nomerlari telefonlash. Endi fasad qismini ko'rsatmaymiz, tushunamizda fasad qismi chiroyli tuzatilgan. Sizlar sizlarga ko'rsatsak bu xonadonimiz deymizmi, natural binomiz deymizmi? Qiziqtiradi bo'lsa bahasına to'xtalamiz. Bahası $55.000 aytib turibdi. Yaxshi bahada 3 qavatdan iborat tayyor holatida remonti jihozlar bilan sotiladi. Qiziqtiradi bo'lsa ekranda ko'rsatilgan telefon nomerlariga bemalol murojaat etinglar. Kelinglar ustida kelishinglar. Safhazada xursand bo'lamiz. Bizdan kuzatishni davom etinglar. Videolarimiz manzur bo'lsa like, kommentariy, obuna bo'lib qo'shishni so'raymiz. Keyingi videolarimizda izlab görüşürüz.